Hammaga assalomu alaykum. Siz Koreya kosmetika sirlarini yuz parvarish qilish haqida har xil ma'lumotlarni va juda ham qiziqarli layfhaklarni aytib o'tadigan Komux.uz kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan 100% kukunlar haqida gaplashamiz. Ulardan nima uchun foydalanish kerak va ulardan qanday qilib to'g'ri foydalanish kerakligi haqida gapirib beraman. Odatda terini parvarish qilish krem va serumlarni o'z ichiga oladi. Lekin bu yerda bu faol kukunlar g'alati tuyulishi mumkin. Lekin aslida bu faol moddalar maksimal darajada foydalanishning eng tezkor usullaridan biri hisoblanadi. Chunki siz konsentratsiyasini o'zingiz nazorat qilasiz. Misol uchun ko'rib turganingizdek qo'limda ikki xil parashok turibdi. Bittasi 100% niacinamid parashogi va ikkinchisi 80% vitamin C parashogi. 100% niacinamid parashok haqida gaplashamiz. Bu 100% niacinamid parashogimiz yuzingizdagi yog'li porlashlarni, kengaygan poralarni va yuzdagi aknelarga qarshi kurashadi va niacinamid yuz teringizni tinchlantirib beradi va yuzingizdagi ohangni tekislab beradi va aknedan qolgan izlaringizni kamaytirib beradi. Ko'rib turganingizdek, bu ikkinchi parashogimiz bu vitamin C. Vitamin C teri uchun energiyani oshirib beradi. U pigmentatsiyani yoritadi. Yorqinlik qo'shadi yuz teringizga va kollagenni rag'batlantiradi. Kukun vitamin C kukuni har doim yangi ekanligini va ko'pgina tayyor serumlar kabi oksidlanmasligini bildiradi. Eng qiziqarli joyi bu kukunlardan qanday foydalanish kerakligi haqida ko'rsatib beraman. Hozir biz sizlar bilan niacinamid 100% parashogini kremga qo'shib ishlatib ko'ramiz. Bu soyabon pantenol kremi, mana shu qo'limga surib oldim. Ko'rib turganingizdek, endi hozir buni ochib, bunga parashok qo'shaman. Sizlar xohlasanglar sivrtkalarga yoki tonerlarga qo'shib ishlatsanglar bo'ladi. Hamma o'ziga ma'qul bo'lgan mahsulotiga ishlatsa bo'ladi bemalol. Mana aralashtirib, bemalol suraverasiz. Juda ham mayin bo'ladi bu. Xohlasangiz toneringizga, xohlasangiz serumingizga, xohlasangiz kremingizga ishlatib bo'ladi. Men krem bilan birga foydalanaman. Teksturasi juda ham kremingiz teksturasi umuman o'zgarmaydi, chunki bunning parashogi juda ham yengil, umuman sezilarli darajada emas. Ikkinchi qo'llash usuli bu Disney vatchalar bilan birga, mana qo'limda Disney vatcha va menda soyabon pantenol sivrtkasi, bu ampulasi. Bundan bir tomchi olamiz. Xohlasangiz toner yoki sivrtka ampuladan qilsangiz bo'ladi. Bu yoqqa qo'yasiz. Mana quyib olganingizdan keyin yana bunga parashok qo'shiladi. O'sha sivrtka toner bor joyga parashok qo'shilib, ularni bundoq shu joyda aralashtirasizda, yuzingizdagi muammo bor joyga bemalol ko'p qo'yishingiz mumkin bundoq qilib. Eslatib o'taman, niacinamid albatta ugridan qolgan dog'larni oqartirib beradi va kengaygan poralarni toraytirib beradi. Ko'p qo'ysangiz bo'ladi, malham qilib. Uchinchi qo'llashimiz bu, masalan, ikkita parashok, uchta parashokni birga foydalansangiz ham bo'ladi. Mana mendagi niacinamid va vitamin C ni birga qo'shib, boshqa mahsulotga qo'shib foydalansangiz bo'ladi. Niacinamidimiz osvetleniya, gullar bilan kurashib, poralarni toraytirib bersa, vitamin C albatta undan-da oqartirib yuzingizga yaltirashlarni beradi. Bu niacinamid parashoklarimiz juda ham ko'p qirrali bo'lib, ularni hattoki o'zingizda yuvadigan gellar dushingizga yoki gel lotionlaringizga, badan uchun bo'lgan kremlaringizga qo'shib foydalansangiz ham bo'ladi. Badandagi ugrilarni ham yo'q qilib va badaningizga, podmышкаларimizdagi oqarishga ham yordam beradi. Tavsiya: niacinamid suvda eriydigan kukun. Neftga asoslangan mahsulotlar bilan aralashtirganda yaxshi erimasligi mumkin. Uni suvga asoslangan mahsulotlar bilan aralashtirish tavsiya etiladi. Vitamin C esa har qanday mahsulotlar bilan aralashtirishingiz mumkin, ammo unda kislota yoki retinol bo'lmasligi kerak. Hozir men sizlarga bu parashokchalardan qanday proporsiya qilishni tushuntirib o'taman. Har kungi kundalik parvarishimiz uchun kremimizdan 80%, demak krem, ampula, tonerdan 80% hajm olinadi. 20% parashok qo'shiladi. Agar intensivniy parvarish bo'lsa, unda 60% demak krem yoki sivrtkangizni qo'shasiz va 40% parashokdan qo'shasiz.
videomiz oxirida ikkita parashok uchun xulosa aytib o'tmoqchiman. Demak, niasinamid parashogimiz yuzimizda kengaygan porlarni toraytirib va yuzimizda yog' ishlab chiqarishni nazoratga olib beradi. Vitamin C parashogimiz esa yuzimizdagi yorqin va yoshroq qilib beradi yuzimizni. Sizlarga ushbu kukundan foydalanib ko'rish ma'qulmi yoki-da tayyor kosmetikadan foydalanganingiz ma'qulmi? Shuni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Bemalol men sizlarga javob berishdan juda ham mamnunman. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va keyingi videoda ko'rishguncha xayr.